skuterni akkumulyatorni ishib ketish sababini eng asosiy ikkita sababini aytaman. Videoni ko'rib, like, podpiska esdan chiqmas. Ko'rib turganlaringiz skuterda akkumulyator tiniq holatda, lekin ishib ketgan. Aynan bu akkumulyator nimaga ishib ketganligi sababi odamning e'tiborsizligi. Aynan ko'p holatlarda hozir o'zim guvohi bo'ldim. 5 talik akkumulyatorda zaryadchigidan 4 talik skuterni akkumulyatoriga zaryad qo'yishgan. Bu odatda tez zaryad oladi, lekin akkumulyatorga juda qattiq ziyoni bor. Bir marta qo'yishni zaryadga akkumulyatorni ichirib olish ehtimoli bor. Keyin odamni bunaqasi bo'lmaydi. Aynan bitta akkumulyator 12 voltdan chiqarsa, xo'p, 4 tasi 48 volt bo'ladi. 12 voltdan agar 5 ta bo'lsa, 60 volt bo'ladi. Ya'ni 48 bilan 60 da farqi bor, juda katta farqi bor. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. 48 mi, 4 tami 48 ga qo'yinglar. 60 volt umuman qo'ymaydi, chunki akkumulyatorlarni ishirib yuboradi. O'zlariga ziyoni bor. Ya'ni sizniki 5 talik bo'lsa, 6 talik zaryadchigini qo'ymoqchi bo'lsa, undan xato qilmanglar. 6 talikmi, 6 talik qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu narsani inobatga olinglar. Shu narsani hozir ko'rib guvohi bo'ldim. Bitta akamiz 4 talik akkumulyatorga 5 talik zaryadchigini qo'yganlar. O'shaning uchun shunday video ishlab yubordik. Sog' bo'ling.